İstanbul fathida kemalarda quruqlikdan yuritganda boshliq qilgan qo'mondon Yavaşça Shahin Bey, ya'ni Yavaşça Muhammad Ali Pasha. Bu kishi o'sha kemalarda mana bu quruqlikdan olib o'tib turib Qarako'ydagi Xalichga solgan kishi hisoblanadigan. Qabrlari mana shu o'zi qurgan masjidning yonida ekan. Vafotlari 1478-yilda vafot etgan ekan. İnson Istanbulni fath qilgan. Istanbulni fath qilgandan keyin ularning eng ajoyib qoldirib ketgan meroslari o'sha fath qilgan Istanbuldan bir parcha yer olib turib, unga masjid qurib, yoniga o'zining qabrini qo'ydirtib, shu masjid oyoqda turganchalik, shunda insonlar ibodat qilganchalik savobi doim borib turadigan amal qoldirib ketgan ekan o'zlariga. Istanbulning boyligidan olgan yaxshiligi mana shu masjid bo'lib qoldi. Bilamiz, jangda g'animatlardan ko'p foyda olamiz deb harakat qiladi lashkarlar. Bu kishilarning eng yaxshi qoldirib ketgani boyligidan foydalanib o'ziga taylib ketgan ekan. Aytadi-ku, oxirat uchun qilganing seniki, dunyoda qilganing boshqalarnikiga qolib ketadi. Oxirat uchun bir masjid qoldirib ketgan ekan, mana orqasidan savobi borib yotibdi.